Assalomu alaykum, hoji aka. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Buyursiz. Qadrli do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Bugun Xudo xolasa 25-avgust shu mashhur internetdagi hoji aka moldan kelganmiz. Mana yerda 5-6 dona mollari bor ekan. Shularni syomka qilib, obzorni qilib beramiz. Videoga yoqsa like bosib, fonni chorvash qo'zlarga podesa qo'ying. Hoji aka, qachondan boshlaymiz endi? Ko'pchilikga qiziqqan. Endi ko'proq Olasiz, mana yoshdan boshlaymiz. Xoningiz. bu kichkinadan, buzoqdanmi? Bu qancha ekan? Bu buqacha. Bo'ldi. Necha oylik bu hoji aka? 3 oylik. 3 oylik. Xo'p, bergisi. Belgisi 3 oydan o'tgan. 100% Bu ham- chiqqan u. 3 oylik o'najimgami? Buni Ha? Xo'p. Ikkovi misol bir joyga olsa ham anda qilib qo'shsa bo'laveradi. Ota-onalar addenni. Adden. Bo'ldi gap yo'q. Nari tomonda turganlarchi. Nari tomonda turganlar. Ulardan bir ko'rsataylikmi? Ha, bir ko'rsatib ham Ha? qo'ying. Bir aylantirib, ha? Do'stlar, xo'p. Bu kishi buni sotdim dedingizmi? Buni sotindi. Sotdim. Necha pulga ketdi so'ramas? Qisqara. 36 millionga. 36,5 million, 36 million. 36,5 million. 36,5 million. Narigisi-chi? Narigisi endi bo'g'oz, 8 oylik bo'g'oz. Necha pul endi? Buni o'sha narxga berib borasizmi? Ya, ungacha qo'shishadi bunga. Yo'q. Bo'g'ozligini hisobga. Bo'g'ozga hisobga qo'shiladi. Yemlar, kepaklar bor, sluzlar berilyapti. Qochinchi eshigini bo'lmasa. Nima deydi buni? Bular necha oylikda? Bular endi 8 oylik. 7-8 oylik o'rnatishadi. Hozir o'tgan safar bittasi bilan kelisholmay, ana puli bo'lmay qolib ketib qoldi. Bo'ldi. Gap yo'q. Aka, xo'p, narxlarini hammasini qanaqa qilib aytamiz endi? Misol, buni o'zini bitta-bitta ham sotilaveradimi yoki? Hammasi bitta-bitta ham sotilaveradi, farqi yo'q. Bitta olaman desa ham sotilaveradi. Bo'ldi. Cho'zilmasa narxini aytib o'raylikmi? Necha puldan qilib berasiz bularni? 5-6 millionga misol hozir yaxshi qochib qo'ygan it bozorga chiqdim. Nima dedingiz? 500 dollar deyapti, qochib qo'ygan apsarka itni ham deyapsizmi? Ya, Ha? o'zicha beryapti, babajon beryapti. Bo'ldi. 5 millionga. Narxini ayting. Narxi endi berishaveradi. Jupigami o'zinimi? Ha, jupiga ham anaqa qilib. Qo'lni bering. Aqabaqasi yo'q. 20 dan 40 ga bor barak. Yo'q. Ha? Yo'q. 50 pasda bitadimi? Yo'q, 50 tepasi. Qo'ssa bitadi. Tepasida Ha? 50 tepasida qo'ssa bitadi. Hozir ham yaxshi yigit mana. Bunisi novvoschasi narigisi o'najin. Umuman narigilar yaxshi kuchliroq, o'shalarga o'tib ketdi. Yuring oldi, ish bilan chiqaning. Avzulda ham yetib o'riladi. Xo'p. Yeb ichishlari yaxshi, xudo xolasa. Ha, yeb ishlari. Bu sigirni ertalab ko'rsatamizmi? Bunimi? Ha. Ko'rsataveramiz. Ha? Ko'rsataveramiz. Yuvoshmi? Yeridan o'sha ko'rsatsam? Yuvosh. Ha? Yuvosh. Bo'ldi. Bu qocha zo'ragan haqiqatdan kelar. Hadi, anda qilishmasin. Bu qova shu zo'ragan. Onajin ham tuzuk. Yerilarga sotinchi o'sha. Yerilari sog', xudo xolasa. Yerilar to'ralasi ham sog'lom. Bu tomonda o'tadi. Xo'jaga teskari bu. Teskari chiqadi. Emgara o'tkazsa ham bo'laveradimi? Ha, bemalol mana. Keling, olasizmi? Nechta sutga berasizmi? Chiroq. Nimalari? Qani, bo'ldi. Oh, qochinchi? Kallangiz olyapti. Mana qossiz oladim, bo'ldi. Qo'lga ham, apparatga ham uraveradi. Sutni misol o'zi sog'magansiz, yemishiga qarab beraveradi, xudo xolasa. Bo'ldi. Buni nechta qo'yamiz narxi? Narxi nechi pul? Narxi endi Baqay oygatalab yurgizsa bo'ladi. bo'ladi. O'sha yerda o'zib aylantirib qo'ying. Yuvoshmi o'zi? Ha, yuvosh. Bemalol. Qani? Jicha odamdan qo'rqadi ama. Yuvosh bo'lsa ekan, o'sha qani? Xotinch. Oldin ko'rsating, oldin. Bo'ldi. Mana shunday aylantiring. Ha, katta bo'lar ekan bu. Qo'ylari qancha chiqadi? Qo'ylar endi 1,5 metr atrofida bo'lsa kerak. Ha? 1,5 metr atrofida bo'lsa kerak. Men bo'yim 1,78 ta. Bo'ldi. Juvov esa 600 kilo, 650 kilolik mol mana. 800 kilo emas. Sementalga qo'yilgan, toza sementalga qo'yilgan. Rasmlari bor, ha? Ha. Bo'ldi. Hojiga, men uruqqa bermaysan o'zimga? Ha? Uruqqa bermaysan? Qochanimi? Ha. Beraveramiz. Necha pulga berasiz buni jupiga? Qiziqqanlarga. Jupiga endi 60 million deyapmiz, kami bor, so'rashaveradi. Yo'q, nariga ham 60, bu ham 60 mi?
Endi bular bilan ularni ikkovsining anaqasi bor-ku. Ular ichcha hozir Nova bu qachon sifatini ham ko'ryapsiz-ku. Yo'q. Olasan? Bor ko'r mana. Haq oldi. Nechta berasan sigirga? Ot yetalar. Qarang. O'tobatinch hab yetadigan joyim bor, qarshim yo'q. Bitta ko'rchi. Nechta olsa bo'laveradi, xolis mana. Ko'r. Oh beramiz, misol o'zimiz deparada vallahi hammasi taniydi mana. Battali ishirilgan yo'q, molni holatini ko'r. Bo'yi necha chiqadi xolis? Paridan? Ya metr yo'q ekanda yo'q ekanda. 150 chiqam? 150. Ha? Nechta berasan? Xolis bitta o'yin qilaylik. Bor baraka qo'ramiz bu suv. Ha, bu katta mol bu. 700 kilolik yo'yozda mol. Yelalam to'shach. Mashet tozda bir aqabaqasini qo'ramiz. Ha, вообще zo'r. Sut chiqyapti ekan to'rovdan ama. Bo'ldi. Ay, u uchelinmas. Yumshoq yelim, yana qattiq bosdi. Yaqinmi bo'g'ozli? Hatto 8 oylik bo'g'oz. O chiqib turibdi o'zi. Bo'ldi. Nechi pul bu? Necha berasan? O'zimiz yukamiz, mahalla bolasi. Jiyanimsan, o'zing sekin oladigan narxini aytib, senga narx aytmay. Ha. Ko'p ko'rursan, chepchi foydalanasan ham ustiga qo'yib. O zamon shuni olib ketdi, hozir qo'lma-qo'l olib ketdi. U sotildi uka. Bu bo'lmaydi u. Ketdi. U sotilib ketdi. Uni go'shtga sotib yuboribdi. Yetalab ko'rasan bir. Zo'rmi? Nomot rangidan. Sut yo'nalishidan. Hojagam dimlayapti. Narxini shirori. Pul berasiz. Parada men sen tomonman, libo mahal dehqon tomonman. Qo'lini shu qo'rborachilik, aqabaqasi yo'q. Lotuvozli yo'q, libo odam taniydi, mana o'zi olib boqadi. O sutni ham narxini men deb vafodor klientlar uchun 5,5 ming olaman deyapti. Bevafolarni o'ynataman narxini deyapti. Davay, nech pul? Narxini aytasanmi sen? Yo'q. 40 qo'laverasanmi? Shu qo'lini parda. Ishqibozchiligiga. Ha? 40. Ya bo'ladigan. Nechta berasan? Menda bo'lsa ham 20 million bo'lyapti. Bir haftaligi ham. Nechi pul narxini gaping? Bo'ladigan. 60 million beraver sen. O'zim jiyanimsan. Qo'lasanmi bu hazillashib ko'ryapti. Ben bilan dehqon tomonman deyapman. Hozir 40 millionga Ya, bersa. dehqon tomonman-ku men uka. Mikrofonda olasan. Kepinga qistirib ovozini eshitilmay qolyapti. Sen ham ukam bo'ladi-da bu. Qarang. Gapir. Bo'ladigan qo'lini siltib ol, bir tasilladi. Shu. Bering. 45 ga bo'lam. Yo'q, 45 ga bo'lmaydi jiyanim. Hojaga qorni og'risin. Qo'rini endi 40 ga qarab ketilyapti. Razal katta, bas yengil. Baxtiyorda kommentariy yozib qo'ying hojaga. 45 ga bering. Bo'lmasa bo'lmaydi. Baxtiyor uchun chiqarilyapti. Bu videolar hozir o'zi. Bizni ko'rib tursin deb. Hojaga 45 ga. Nima hali? Ozroq o'tib beraman 60 milliondan. 47 ga berasizmi? Yo'q. Bering. 47 ga qo'shasan. Jiyanim. Yaqinligiga qiziqdim xolos buni, keyin aybi yo'q ekan molda. Aybi yo'q. Bitta yetalab yurayim. O'zi turishdan ham o'zi bilinib turibdi. Ko'rasan, sen ham kelayapsan. Ko'chaga ham olib chiqaman, ukam olib chiqar, farqi yo'q. Yo'q, iloji yo'q. To'g'ri, mashinasiga baylab beraman, olib ketadi. Yo'q. Ha. Mo'jiza kelding. Bo'ladigan olib tur. Ana sen bo'lsa. Yosh ekan, ha. Yosh. Ya, qani mol bas. Qaramas. Boshdan aylantirma, sendan ishing qiymatga bayrash. Ha? Bu shahar mollarida ko'rganman. 16 sen dehqondan ko'rib olsin. Ko'rib. 22 qiz yo'q o'tiraveradi. Davatishini ko'ramiz. Lo'tda o'zi bo'lmas. To'g'ri gap. Aylantirib, boshdan aylantiradi buni. O shuni keltiradi. Aql yurgizib, baqa yurgizib. Ko'r tishini. Ko'r. Tushunmasam men o'zim. Tishini ko'r, mana kaltalab turaman. Ko'rib ol. Endi ertaga Ha, ko'rib ol. Tayin. Ha. Mana bo'ldi. Nechinchi to'qish bu? 2mi? 3-chi. 4 kilo ekan. Ha? 6 ekan, 8 ekan. 2-chisi. Bo'laverami axir?
ikki Yo'q, bo'ldi, shu. uchta da. Ha, so'raganim ham yo'q, bilmayman nechta tuqqanini. Ya, Ha. 5 olti tuqqan bolalar bormi yo'qmi? Sizlar faqat 1, 2 va shu shum aqida baqida. Chavallardan topib qo'yishib, odaga chaqirib. 5 ta 6 tuqqan bolalar olmayapmiz-da. Ha? Ha, olmayapmiz ham burada. Buni sotisham bor. Alda? Voy aka, Keyin bo'l. O'zingga nima deysan? zo'r. 20 beraman desam bilmayapman kattasi. Mana unga Ha. 20 dan baland bu. Ha. Ya chuchuk baxtli foyda qilamayman. Yo'q, qo'lda foyda qilishim baxtli. Egoist tilim birmi yo'q? Ya. Umr bas sifatga qarab ish qilinyapti-da. Ha? U Hoji akam sifatini yaxshi biladi-yu. Hojagizam keltiradi. Bu narxini eshitib bo'ladigan. Bo'ladi. Bo'lishini ayting. Bo'ladigan tushib beraman Faridin. Qancha So'rab, tushirasan? lekin unga berolmayman. Oxirgi narxini eshitib ko'rasan sen. Farim cho'qurdi. 48 ga bo'ladimi? Yo'q. 50 dan o'tib berayotgan bo'lasiz. 50 tepasida Faridin. O'sha bo'lasan. Akaroshi ular ish qiyin ekan. Agar buyuk qo'yilsa, mashmol sotilmagan bo'ladi, o'g'irlasizlar. Olasan? Bo'ladi, olgan kelgan-da bu o'zi. Qiziqadi O, shunga kelgan. So'rashaveradi, agar sotilmasa nimasi yo'q uni. Kami bor. Faridin. Tugat ko'rdingizmi? Mhm.